bugun sizlardan eng ko'p kelgan savolligi, xudo xolasa javob olamiz ginekologimiz taraflaridan. Statistik nuqtai nazardan qaragan paytda ozg'in ayollarga nisbatan semiz ayollarda gormonal kasalliklar uchrashi yuqori. Shu orqali lekin baribir ayollar semiradi. Chunki bugun saqlanishi kerak ayol, chunki gormonlar pasayganligi sababli testosteron ko'p ko'rindi degan narsa bor. Mabodo o'sha uzrli bo'lib qolsa, hayz payti bo'lsa, umrida qilish olmaydi ibodatlarni. O'sha payt nima qilasiz noiloj? Bizani organizmdagi eng zo'r antioksidant bu melatonin. O'zi u suyuqlikni, ya'ni shu erkak spermasida ayollar organizmiga foydasi bormi? Yo'q. Tushunarli. Demak, siz savollarga javob oldingiz. Chunki men ishlagan paytimda onalar olib chiqishga endi tug'ilgan go'dagini qo'llajirolmay keldi. Nima bu? Ham psixologический ketyapti. Ularcha siqilgandan ham yeb qo'yishadi-da. Stress, mana kortizol baland. Analizini ko'rganingizda ayol kishi o'zini tanasini juda ham yaxshi o'rgangan. Qachon ovulyatsiya bo'ladi, qachon ovulyatorni pik bo'ladi, o'sha narsani biladi-da. Aynan o'sha kunlar saqlanib turadi, qolgan kunlar yaxshi yashaydi. Eshikdan даже kirmayman odam ko'p ekan. Regulon qo'limga beryaptilar. Meni sog'lig'imdan xabarlarim va xolanki o'sha payt 120 kilo bo'lganman.